Yaponiyaning hokimiyat beshidagi Liberal Demokratlar partiyasidan bo'lgan tunji Uyg'ur parlament a'zosi Arfiya Eri Yaponiyani Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga qarata texmi qattiq qo'l bo'lishga chaqirgan. 2024-yili 4-oydagi Yaponiya parlament saylamida Yaponiyadagi Uyg'urlardan tunji qitim parlament a'zoligiga saylangan Arfiya Eri Yaponiyaning passiv asosiy qonuniga tuzitish kirgizib, Xitoyning Hindi Tinch okean rayonida uzluksiz kuchayotgan harbiy xirisiga inkas qaytarish kerakligini bildirgan. Yaponiya Nikkei Asiya xabarlarining 15-sentabr xabar qilishicha, Arfiya Eri bu chaqiriqni Avstraliya strategiyalik siyosat institutining sahibxonligida o'tkazilgan Sydney dialogi nomli yig'inda aytgan. Yaponiya Xitoyning eng sezgur qo'shnisi bo'lg'achqa, odatda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan bostirish siyosatini tanqid qismi, ammo Xitoyga qarata diplomatiya jihatdan nihoyatda ehtiyotchan pozitsiya tutib, Xitoyga qattiq tadbir qo'llanishdan o'zini qochirib kelgan edi. Yaponiya 2021-yili 2-oyda 7 davlat guruhi bilan birlikda Uyg'urlarning vaziyatidan qattiq andish qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Amerika, Kanada, Yevropa ittifoqi va Angliyaga o'xshash Xitoyga embargo yurgizishdan yiroq turgan edi. Ayni vaqtdagi Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi Yaponiyaning Xinjiang vaziyatidan jiddiy andish qilganligi, biroq bu masalada qarshilish emas, balki dialog va hamkorlikni ta'kidlagan edi. Kuzatuvchilar Yaponiyaning bu xil ehtiyotchan pozitsiyasi uning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda kishilik huquq bilan iqtisodiy va diplomatiya manfaatda tangpunglashtirish strategiyasini qo'llanayotganligini ifodalaydi deb qaramoqda. Albuki Nikkei Asiyaning bildirishicha, Arfiya Eri Avstraliya strategik siyosat institutida qilgan so'zida Tokioni Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi texmi keskin pozitsiyada bo'lishga chaqirib qolmay, balki yana Beijingning Hindi Tinch okean rayonidagi harbiy xirisining uzluksiz kuchayishiga qarata kuchli mudofaada turishni, uning 2-dunyo urushidan beri davomlashtirib kelgan passiv asosiy qonuniga tuzitish kirgizish kerakligini tashabbus qilgan. Arfiya Erining bu tashabbusi yaqinda Xitoyning bir harbiy razvedka aeroplani tunji qitim Yaponiyaning janubidagi Kyushu orolining havo bo'shlig'iga kirib, qattiq g'ulg'ula paydo qilishning orqasidan o'tirg'i qo'yilgan. Uyg'ur elida tug'ilgan Arfiya Erining ilgari Yaponiya va Amerikada o'qiganligi, shunaqla Yaponiya bankasi hamda BDT qatorliq joylarda xizmat qilganligi ma'lum.